Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayoti sirlarini o'rganamiz. Video boshidanoq kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiy Qozonchi. Saodat asri 1-kitob 36-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Hadicha xonim quyosh endigina charaqlab chiqqanida to'satdan uyga kirib kelgan erini yuzida g'alati o'zgarishni ko'rdi. Bu muborak chehra hali g'orda yuz bergan voqeadan o'ziga kelib ulgurmagan xiyol titrar edi. "Mening ustimni yoping, tezroq yoping", dedi Muhammad. Ustiga ko'rpa yopildi. Anchagacha shunday yotdi. Bir oz tinchlangach, bo'lgan voqeani Hadichaga gapirib berdi. "Juda ham qo'rqib ketdim", deya so'zlarini tugatdi. Aqli rasob ayol bo'lmish Hadicha ko'pdan buyon kutayotgan xushxabar kelganini angladi. Bu voqea oddiy voqealardan emasdi. Insonlarni zalolatdan hidoyatga boshlaydigan payg'ambarga ilk oyatlarga nozil qilinishi albatta shu qadar vahimali bo'lishi kerak edi. Hadicha sira ham ikkilanmadi. Payg'ambarning qolaversa, olamlarga rahmat bo'lmoq maqsadida vazifa olgan eng buyuk payg'ambarning umr yo'ldoshiga munosib bir viqor ishonch va qat'iyat bilan "Kallaballohu la yuhzikallohu abada", dedi. "Yo'q, Alloh seni aslo hech vaqt o'z holingga tashlab qo'ymaydi, chunki sen har doim qarindoshlariga g'amxo'r, musofirlarga mehmondo'st, ojizlarga yordamini ayamaydigan, faqirlarni to'ydirib, halokatga uchraganlarga madad qo'lini cho'zib kelgan buyuk insonsan", degani edi bu. Shundan keyin Hadicha Muhammadning sallallohu alayhi vasallam qo'lidan tutib amakivachchasi Varaqa ibn Nafalning huzuriga olib bordi. "Tingla, amakimning o'g'li", dedi Hadicha. Varaqa payg'ambarimizning so'zlarini zo'r diqqat va hayajon bilan tingladi. Buyuk payg'ambar so'zlarini tugatganida ortiq hayajonini bosib tura olmasdi. "Quddus, Quddus", deya baqirib yubordi. Bu ko'rganini eng buyuk Allohning Musoga yuborgan Ruhul Quddusi, nomusi akbaridir. Bular Jabroil alayhissalomning boshqacha nomlari. Keyin birdan Varaqa o'zini ancha qarib qolganini eslab qoldi. Ko'pdan beri din arboblari diniy kitoblar kelish zamoni juda yaqinlashib qolganidan xabar bergan payg'ambarga nihoyat yetishgan edi. Ammo endi uning yoshi ancha uloq. Bir oyog'i yerda bo'lsa, bir oyog'i go'r labida turibdi. Bir paytlari sarf qavmi singari tushkunlikka tushmaslik, ular singari butlarning qo'liga aylanmaslik uchun vatanni tark etgan, necha haftalab yo'l yurgan, dinor kishilar bilan uchrashgan, haqiqatga yetish yo'lida qancha zahmatlar chekkan edi. So'ngra xristianlikni qabul qilgan, biroq yaqin orada kelajak payg'ambar haqida shaxsan o'zi kitoblarda ma'lumotlar to'plab uni yo'liga intizor ko'z tutgan edi. Mana endi uning payg'ambarlikning dastlabki ziyolari taralgan sadoatli damlarda Varaqaning hayot shamchirog'i so'nayotgan edi. U og'ir xo'rsinib qo'ygach, so'zlarini shunday davom ettirdi. Qaniydi xalqni yangi dinga da'vat qiladigan kunlaringda yoshgina yigit bo'lsam, qavmni seni yurtingdan haydab chiqargan paytda sog' salomat bo'lsam, ular meni haydaydilarmi? Ha, chunki odamlarni sen kabi biror dinga da'vat qilgan payg'ambarlarning hammasi dushmanlikka uchraganlari tarixdan ma'lumdir. Agar o'sha kunlargacha yashasam, senga kuchim yetganicha yordam beraman. Varaqa qattiq hayajonlangan, qayta "Subhanalloh, Subhanalloh, bu Musoga tushirilgan nomusdir, Jabroildir", der edi. Necha yillardan buyon orziqib kutilgan xushxabarga yetishish quvonchi ta'sirida Hadichaning ruhi alg'ov-dalg'ov bo'lgan,
Qalbidagi bu to'ntarilishni oddiy so'zlar bilan ifoda etish qiyin edi. Allohning eng suyukli bandasi, eng buyuk va eng so'nggi rasulining umr yo'ldoshi bo'lishdek ulkan saodat toji o'zining boshiga kiydirilganini o'ylaganida ko'zlariga sevinch yoshlari porlar. Bunday armonning ushalishidan tug'ilgan his-tuyg'ular yuzidan nurdek balqib tajalli etar edi. Shu kunga qadar yashagan hech bir ayol Hadicha noil bo'lmagan, sharaf va saodatga erishmagani, bundan keyin ham erishmajagiga ishonchi komil edi. Hiro g'oridagi buyuk voqealardan keyin masala yopti bo'lgandek edi. Oradan kunlar o'tsa ham u farishta boshqa ko'rinmadi. 1, 2, 3, 5, 15, 20 kunga vaqt o'tdi hamki Jabroildan darak yo'q edi. Shundan keyin Muhammadning yuragi siqila boshladi. Yana Hiro g'origa boradigan bo'ldi, ammo u yerda farishtani hech uchrata olmasdi. Ba'zan yurak siqilishi so'nggi avj nuqtasiga yetar va Muhammad tushkunlikka berila boshlardi. Ba'zan esa umidsizlik hissi shu darajaga yetardiki, u tog'ning tepasigacha tirmashib chiqib, o'sha yerdan o'zini pastga tashlab yuborishga ham tayyor bo'lardi. Ammo o'sha onda ko'z oldida farishtaning qiyofasi paydo bo'lib, "Yo Muhammad, hech shubhasiz sen Allohning rasulisan" derdi. Bu uning yuragida yonayotgan otash alangasini pasaytirar edi. Yoho yolg'iz kezib yurgan paytlarida ba'zi tosh va daraxtlar "Salom senga ey Allohning rasuli" derdilar. Hadicha ilk bor kelgan farishtaning yana tashrif buyurgani haqidagi xushxabarni zo'r hayajon va intizorlik bilan kutar, eri har gal tog'dan qaytganida biron yangilik bormikin degan umidda uning yuzlariga tikilar edi. Ammo Hadicha xonim o'ta sabr toqatli, matonatli ayol edi. Masala shu holicha qolib ketmasligiga, erta tongda quyoshning albatta balqishiga ishonardi. Buyuk payg'ambarning yurak siqilishlari, navbatdagi ilohiy uchrashuvni orzu qilib kutishlari necha kun yoki necha oy davom etganini biz aniq bilmaymiz. Har holda bu kutish 2-3 yilgacha cho'zilib ketmagani ham yoki 1 hafta 10 kungacha davom etmagani ham aniq. Bu uzilishning sababi buyuk payg'ambarning yanagi vahiyni kutib olish uchun lozim darajada intiq qilish, uni kutib olishga tayyorlash maqsadi bo'lsa kerak. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 1 oycha yashaganidan keyin Hiro tog'idan odatdagidek Makkaga qaytayotgan edi. Batni vodiyga yetib kelganida birdan "Yo Muhammad, yo Muhammad" deya chaqirgan bir ovozni eshitdi. Benihoya baland, qo'rqinchli bir ovoz edi bu. Chapga, o'ngga qaradi. Hech kim ko'rinmadi. "Yo Muhammad, yo Muhammad!" Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshini ko'tardi. Butun vujudi titrab ketdi. Yuragiga g'ulg'ula tushdi. Qo'rquvdan cho'kkalab o'tirib qoldi. Bu Hiroda kelgan farishta edi. Butun ufqni to'sib qo'ygan, ta'rifi so'zga sig'maydigan bahaybat bir mavjudot qiyofasida namoyon bo'lib turar edi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam tez-tez yurib u joydan uzoqlashdi. Uyiga keldi. Hamon dag'dagʼ titrardi. "Mening ustimni yopinglar, o'rab qo'yinglar" derdi. Yuz-qo'lini yuvdirdilar. So'ngra yotqizib ustini yopib qo'ydilar. Bir muddat qimirlamay yotdi, biroq ko'p yotishlariga ruxsat yo'q edi. Endi u o'zicha ixtiyoricha emas, balki unga bashariyatga hidoyat yo'lini ko'rsatish uchun payg'ambarlik vazifasini bergan Mavlosining istagiga binoan harakat qilish kerak edi. Endi ilohiyat olamining bashariyat bilan bo'lgan aloqasi tiklangan, ilohiy irodani insonlarga yetkazish payti kelgan edi. Aslida u tug'ilgan kunidan beri o'z holiga tashlab qo'yilmagan edi. Uni yo'rgakda yotganida enagasining bir ko'kragini qo'yib ikkinchisini emish chorlagan Qudrat, bobosi bilan yomg'ir duosini o'qiyotganida barmoqlari bilan ko'kka ishora qilishga undagan Qudrat, safarchog'i yura olmay qolgan tuyalarning oyoqlariga uning muborak qo'llarini uzattirib tekizdirgan Qudrat,
uning oldiga yoyilgan dasturxonga barokat yog'dirgan qudrat, uning muborak vujudidan chiqayotgan terga xushbo'y hidlar ato etgan qudrat, mana shu qudrat egasi endi o'zini tanita boshlagan edi. Shu kungacha Al-Aminning o'zi ham sezmagan holda uning uchun atalgan vazifaga da'vat etardi. Endi u hayotining Muhammad ibn Abdullohlik davrini tamomlab, Muhammad Rasulullohlik davriga kirgan edi. Bu safar uzoq yotishiga yo'l qo'yilmadi. Jabroil Amin Muhammad Aminni topib, uning muborak qalbini vahiy nuri bilan to'ldirdi. Faqat bu dafa Hirodan kelayotgan paytida ko'ringanidek uni qo'rquvga solmadi. Allohning jo'natgan ikkinchi amrini qanday bo'lsa shu tarzda yetkazdi va yana g'oyib bo'ldi. Buyuk payg'ambar qalbiga muhrlangan ilohiy xitobni takrorladi. Ey liboslarga burkanib olgan zot, turingda insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring. Yolg'iz Parvardigoringizni ulug'lang, liboslaringizni pok tuting, butlardan yiroq bo'ling. Mudassir surasi 1-5 oyatlar. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallamga ikkinchi ilohiy amr kelgan va uni yotgan joyidan turishga majbur etgan edi. Nozil qilingan ikkinchi vahiyning ham ilk marta Hadicha eshitdi. Sevinchidan o'zini qo'yishga joy topolmay qoldi. Necha yillardan beri ko'ksida ardoqlab kelgan umidini hech qachon uzmagan, ertangi kunni oldindanoq ko'radigan bo'lgan eriga yo Muhammad deb emas, yo Rasululloh deya murojaat qiladigan kunlarini kutaverib ko'zi to'rt bo'lgan edi. Mana endi bu umid haqiqatga aylandi. Yo Rasululloh, sizni payg'ambarligingizga ilk bor iymon keltirgan kishi men bo'ldim, dedi. Bu ovozda chuqur samimiyat bor edi. Bu ovoz buyuk Alloh habibi, adibiga loyiq ko'rgan, ayollari dunyosini sharaf toji bo'lishiga eng munosib xotinga xos ulug'vorlik va teran ma'noga ega edi. Iymon keltirganlar yagona safga tizilgan kunda eng oldinda hech kim egallay olmaydigan birinchi o'rinda bir kishigina turdi. Bu maqomi martabaga Makkaning mushriklariga ham o'zini tohira, pokiza ayol deya tanitish sharafiga muyassar bo'lgan jannatga kiradigan ayollarning sultoni buyuk Hadicha Tulli Kubro raziyallohu ta'ala anha hazratlari musharraf bo'lajak. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam bu xushxabarni olganida Hadicha benihoya darajada mamnun bo'ldi. Holbuki buning o'rnida u yolg'on gapiryapsan, sen o'zing kimning boshini aylantiryapsan deyishi, buyuk da'voning buyuk bayrog'i hilpiragan dastlabki kunda uni to'xtatishga urinishi ham mumkin edi. Yo'q. U eng so'nggi va eng buyuk payg'ambarning rahmat va hidoyat yo'lboshchisini ilk odamidan boshlaboq yakka o'zi hech ikkilanmay haqqa yurish yo'liga qo'shildi. Fil voqeasidan 40 yil o'tgan va har tomonda g'aflat, zalolat va jaholatning eng yorqin namunalari qadam sayin uchrab turgan bu kunlarda Makkada bir payg'ambar paydo bo'ldi, lekin hozircha uning o'z xotinidan iborat bittagina ummati bor edi. Iymon yo'lini ilk yo'lovchilari. Endilikda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun hayotlaridagi eng muhim, ya'ni dunyoga kelishlaridan kutilgan maqsad va g'oyaning amalga oshirish davri boshlangan edi. Boshqa insonlar Alloh taoloni tanish va unga bandalikni, qullikni bajo keltirish uchun yaratilgan bo'lsalar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana bir buyuk g'oya asosida yaratilgan edilar. Boshqacha qilib aytganida, faqat Allohni tanish va unga sig'inish uchungina emas, balki uni tanitish, unga qay tariqa sig'inishini o'rgatish uchun yaratilgan edi. U zotga hidoyat yo'lini eng buyuk rahbari bo'lmish vazifasi yuklantirilgan edi. Ilk jo'natilgan vahiy orqaliyoq mazkur vazifaga da'vat etdilar. Ey liboslarga burkanib olgan zot, turingda insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring, yolg'iz Parvardigoringizni ulug'lang, liboslaringizni pok tuting, butlardan yiroq bo'ling.